Har doim aytadigan gapim bor. Buyuk Britaniyani bosh vaziri bo'lgan Winston Churchillning gapi. Diplomatiya deydi, u shunday bir san'atki, siz insonlarga hattoki jahannamni ham tasvirlab berayotganingizda insonlar sizdan u yerga qanday yetib olish mumkin deb so'rashni boshlashadi. Bu aytilgan gapni tagida nima yotibdi? Yolg'on gapirishingiz kerak emas. Shunchaki oddiy misol tariqasida olib qaraydigan bo'lsak, har bir yuqori darajadagi odob, axloq qoidalarini inobatga olib, u insonga nisbatan empatiya ko'nikmasini ishlatib, o'zingizdagi emotsional intellektni yuqori darajasini ko'rsatgan holda, o'zingizni reputatsiyangiz, imijingiz va u insonni imijiga ta'sir qildirmagan holda mana shu yo'q degan javobni unga diplomatik ravishda yetkazib bera olish va buning natijasida har ikkala taraf ham baxtli qolishi, win-win holatda qolishi, nazarimda oddiy so'zlar bilan tushuntirilganda bu diplomatik yondashuv deb hisoblayman. Mana buni biz haqiqiy diplomatiya deb ataymiz. Diplomatiyaga o'zi aslida juda ko'p narsalar kiradi. Sizning tashqi ko'rinishingiz, o'zingizni qayerda qanaqa tuta olishingiz, qaysi inson bilan qaysi ko'rinishda gaplasha olishingiz, siz aytayotgan gaplarning qanchalik qiymatli ekanligi. Bu yerda nafaqat lingvistika, bu yerda nafaqat alfakatsiya, nafaqat arama marketing, nafaqat muzokara olib borish san'ati, nafaqat global intellekt. Bu yerda juda ko'p o'z ichida ko'p narsalarni qamrab olgan bir necha faktorlarning yig'indisi bo'ladi diplomatiya. Juda ham kichkina detallardan iborat bo'lgan katta bir platforma desam adashmayman. Diplomatiyani o'zi. Siz bu platformadagi juda ko'p o'sha ko'nikmalarni o'zingizda mujassam qilishga harakat qilishingiz kerak. Shundagina siz haqiqiy diplomat bo'la olasiz. U siz yoshligimizda eshitib kelgan davlatlararo diplomatiya to'g'risida gap ketmayapti. Bu haqiqiy bu kecha kunduzdagi hayotda, oddiy hayotda yashab yurgan haqiqiy diplomat inson sifatida, har kunlik diplomatiyani qo'llaydigan oliyjanob inson sifatida o'zini gavdalantirayotgan komil insonni ko'ramiz. U ilmli, yuqori madaniyatli, odob axloqli, iymonli, tozalikka maksimal darajada rioya qiladigan, juda ham og'ir konflikt holatlardan ham chiroyli chiqib keta oladigan va atrofdagilarini qadr qimmatini tushunadigan sadoqatli inson bu haqiqiy diplomat deb bilaman. Ko'pchilik diplomatni shunchaki juda bir jiddiy, har doim kostyum shimlarda, galstuklarda bayroqni ko'tarib yuradigan inson sifatida ko'rishadi-da. O'zimda ham bo'lganida, nimandir chiroyli bir gapni aytganda yoki yoqimli bir gapni aytganda haqiqiy diplomatsizlar deb qo'yishadi. Ya'ni ularning aytayotgan gaplarini orasida nima bor? Ularning tasavvurida diplomatiya bu sal yolg'on gapirish bilan aralashib ketadigan bir vosita deb qarashadi-da. Vaholanki unaqa emas. Mutlaqo adashishadi. Haqiqiy diplomat hech qachon aldamaydi. Haqiqiy biznes diplomat degan bir terminni O'zbekistonga olib kirdik-a. Mana shu biznes diplomat deb nimaga men bu ikkita sohani birlashtirdim? Men xohladimki bizning tadbirkorlar mana shu diplomatda xos bo'lgan, diplomatda bor bo'lgan fazilatlarni, unda bor bo'lgan ko'nikmalarni o'zida mujassam qilsin. Va natijada haqiqiy biznes diplomat maqomiga ega bo'lsin. Uni o'tirib turishi, gapirishi, restoranlarda, jamoatchilikda, teatrda, samolyotda, ko'cha-kuyda o'zini tutishi, xodimlar bilan suhbatlashishi, qiyin vaziyatlardan qanaqa ko'rinishda chiqib keta olishi, muzokaralarda o'zini qanaqa tutishi, muzokaralarda win-win situatsiyani hosil qila olishi, investorlar bilan qanaqa gapirishi, mijozlari bilan qanaqa muomalada bo'lishi, xodimlari bilan qanaqa muomalada bo'lishi, ayoli bilan, ota-onasi bilan va farzandi bilan qanaqa muomalada bo'lishi, jamiyatdagi boshqa insonlar bilan qanaqa muloqotni ushay olish darajasini ko'rsatib berish maqsad. Aslida bu madaniyat bizni ota-bobolarimizda bor edi. O'sha etiket deymiz. O'sha insondagi etikani yillar davomida oladigan o'sha odobni bizga meros qoldirgan bizni ota-bobolarimiz bo'ladi aslida. Lekin o'rtada qaysidir ma'noda uzilish bo'lib qoldi-da. Moziyga nazar tashlaydigan bo'lsangiz,
bu narsani anglab yetasiz aslida. Mana shu uzilishni mana shu gap deydi ingliz tilida. Mana shu gapni biz zamonaviy liderlar to'ldirib qo'yish mas'uliyati bizning bo'ynimizda, ya'ni. Aynan shuning uchun hamki O'zbekistonda yangi maqom, biznes diplomat maqomini vujudga keltirishga Alloh qalbimga soldi va qaror qildim. Va bizning tadbirkorlarni haqiqiy biznes diplomat maqomiga xos, yetuk, oliyjanob, eng birinchi navbatda inson sifatida ko'rishni xohlayman. U namunali ota, namunali farzand, namunali sherik biznesda, namunali do'st hayotda va namunali fuqaro sifatida ko'rish xohlayman. Shuning hamki biznes diplomat deganda bu shunchaki biznes ilmini olgan inson emas. Juda ko'p narsa uning ichiga kiradi. U har taraflama sog'lom bo'lishi kerak bo'lgan inson. Biz biznes diplomatda u insonning sog'ligi haqida ham qayg'uramiz, hattoki. Nimaga? Chunki shuncha ilm olasiz, shuncha harakat qilasiz, shuncha korxonangizni rivojiga hissa qo'shasiz, millionlarni ishlaysiz. Lekin ertaga o'sha millionlarni ishlab bo'lganingizdan keyin sog'ligingizda muammo bo'lib qolsa-chi? Ko'zingizga ko'rinadimi biror narsa? Shunchaki Alloh asrasin, inson yotib qoladi va unga hech narsa yordam bermaydi, tatimaydi, ko'ziga ham ko'rinmaydi. Shunday ekan, biznes diplomat bu eng avvalo ham tana, ham aql nuqtai nazaridan sog'lom bo'lgan oliyjanob inson deb bilaman.